Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bu Termiz shahar Mavara uylaridan 7-qavatda 48-16 kvadratli uy sotuvda. Marhamat, tanishib chiqishlaringiz mumkin. Mana bu uzun koridori istura qilingan. Bu mana bu bitta xonasi. Menimcha mehmonxonasi bu uzunroq ekan. Abo'ylari yangi, sosteniyasi yaxshi. Hovliga qaragan deraza mavjud. Hamda bu ikkinchi xonasi. Bu xonada ham lustra qo'yilgan. Abo'ylar yangilangan. Atrof abo'y. Mana bu ikkinchi xona. Mana bolalar maydonchasiga qaragan derazasi. Bemalol bolalaringiz olib chiqib o'ynatayotganda ham bemalol kuzatib tursa bo'ladi. Mana bu lustra qo'yilgan, kichkina bo'lsa ham parda uchun zanaviskalar o'rnatilgan. Bu esa kuxnyasi. Kuxnyada ozroq balkon mavjud. Bu yerda ham abo'ylari yangilangan. Faqat kuxnyani mebel qilish kerak. Yangi toklar ulangan. Hamma narsa adabrini isiydi. Abagrivatel bor. Issiq suv, sovuq suv mavjud. Mana bu bemalol bu yerdan chiqib ochib bemalol tashqariga chiqsa bo'ladi. Ozroq balkoni mavjud. Tashqari tomonga qaragan uchastkovoy xonaga. Mana bu esa hammamsan o'zi yo'q. Bizda Mavara uylarida hojatxona bilan nima deydi? Vannasi bitta qilingan. Birinchi qurilganlarida. Ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Suv yaxshi. Kelishi yaxshi. Yaxshi keladi. Hozir biz issiq suv tomon o'chirib qo'yilganda ishlamayapti, odam turmayapti, ishlatmaganmiz. Lekin sovuq suvda mana ketdi suvimiz. Bular ham ishlaydi. Qo'yilgan.